Endi bu yerda ko'rib turganingizdek tasvirlar yaratish uchun Midjourney saytiga o'taylik. Midjourney bu aynan tasvirlar yaratish uchun mo'ljallangan murakkab vosita. Kuzatishingiz mumkin, u turli xil ijodiy kontent va vizual tasvirlarni namoyish eta oladi. Siz ko'rib turgan bu tasvirlarning barchasi sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan. Yaratilgan tasvirlarning ba'zilari ajoyib darajada realizmni namoyon etadi. Insonlar yoki bolalarning fotosuratlariga juda ham o'xshaydi. Aksincha, inson tasavvuriga asoslangan tasvirlar ham mavjud. Biroq shuni ta'kidlash muhimki, bu tasvirlarning barchasi prompt muhandisligi, prompt engineering orqali yaratilgan. Keling, Midjourneydan biz uchun umid so'zining xayoliy tasvirini yaratishni so'raymiz. Umid nima? Va biz Midjourney umid tushunchasini qanday talqin qilishini va vizuallashtirishini guvohi bo'lamiz. Albatta bu biroz vaqt oladi. Bular Midjourney umid tushunchasini tasavvur qilganida taklif qiladigan natijalar mahsuli. Biz Midjourneydan bir ayol bog'da yo'lbars bilan avokado tostini yeb zavqlanayotgan sahnani tasavvur qilishni so'radik. Shuningdek, bizga klassik san'at uslubida bo'lishi uchun tasvirning turi va sifatiga oid aniq parametrlarni ham tasvir uslubini taqdim etdik. Keling, natijani ko'raylik. Bu biz tasvirlarni yaratishni osonlashtirish uchun foydalangan prompt. Shuni tan olish kerakki, Midjourney bunga kungacha tasvir yaratishdagi eng yaxshi modellardan biri hisoblanadi. Biz Midjourney tasvirlarni qanday yaratganini va u yo'lbars va avokado tostli qiz bilan o'rmondagi rasmiy murakkab tafsilotlarni qanday qo'shganini kuzatishimiz mumkin. Promptda biz so'ragan hamma narsa mujassam aynan mana shu tasvirda qo'llanilgan. Va albatta bizga turli xil variantlar taqdim etadi. Biz o'zimizga ma'qul bo'lgan tasvir turini tanlashimiz mumkin. Shuningdek, biz personajni o'zgartirishimiz yoki tasvirlangan hayvon turini boshqasiga almashtirishimiz yoki fon muhitini almashtirishimiz ham yoki hatto biz yaratmoqchi bo'lgan tasvir turiga qarab boshqa ovqatni tanlashimiz ham mumkin. Shu bilan bir qatorda Midjourneydan foydalanib biz ushbu belgilangan katakchani bosish imkoniyatiga egamiz. Bu bizga o'zimizning aniq talablarimizga muvofiq tasvir o'lchamlarini o'zgartirishda yordam berishi mumkin bo'lgan sozlamalar tanlovini ko'rsatadi. Yaratilayotgan tasvirlar turli xil o'lchamlarga sozlanishi mumkin. Va endi keling, yangi buyruq asosida tasvir o'lchamlarini o'zlashtirishga harakat qilib ko'raylik. Tezlikni sozlaymiz, yangi rejimni yoki uslubni o'zgartiramiz. Va biz ushbu promptdan foydalanamiz. An'anaviy kiyimdagi amirlik erkagi matoga rasm chizayotganini tasavvur qiling. Realistik fotografiya uslubi kerak. Va endi keling, farqni ko'raylik. Qarang, Midjourney biz bergan prompt asosida har biri turli o'lchamlarda yaratilgan jami 4 ta o'xshash tasvirlarni qanday taqdim etganini ko'rishimiz mumkin.